Ekranga yaqinroq kelinglar. Erim bilan qanaqa tanishganimizni aytib bermoqchiman. Erim bilan biz 2024-yil Instagramda tanishganmiz. Ya'ni Instagramda ular meni kuzatib yurganlar, podpiska tashlamasdan kuzatib yurganlar shunaqa vaziyat bo'lib qolgan. Meni modellikka chaqirishgan. Tushunishingiz uchun men model emasman, iltimos, yana negativlar qilmanglar. O'zimni bitta makiyaj qiladigan tanishim do-posle videoga kelincha obrazga chaqirganlar. Bu prosta video uchun obraz qilib yaratib berish uchun. Men rozi bo'lganman va o'sha kunga belgilaganmiz, qisqa qilib aytganda. Va o'shanda erim birinchi marta menga yozganlar Instagramdan. Men kelincha obrazida do-posle videolar qilganmiz. Endi spetsialni yozganlarmi yo bilib turib yozganlarmi uni bilmayman. Kelincha obrazda meni videolar qilishgan. O'shani men storiesimga qo'yganman va u storiesimga erim menga yozganlar. Nima deb bilasizlarmi? Baxtli bo'ling deb yozganlar. Baxtli bo'ling deb yozganlar. Shunda men hozir ham o'ylab ko'raman. Rostmi, agar erga tegayotgan bo'lganimda shunaqa yozish mumkinmi begona qizga? No mayli. Keyin menga baxtli bo'ling deb yozganlar. Men keyin smysli assalomu alaykum. Qanaqa baxt deb yozganman. Keyin shunaqa yozib ketganmiz. Qisqa qilib aytganda, ikkalamiz ozgina gaplashib qolganmiz. Shu bilan keyin уже ora-orada yozib turadigan bo'lib qolganmiz. Ana undan keyin уже gaplashib boshlaganmiz. Sekin-sekin keyin kun belgilab uchrashuvga chiqqanman erim bilan va uchrashganmiz. Ya'ni qanaqa bo'lgan? Prosta chiqqanmiz, ko'rishganmiz, gaplashganmiz, bir-birimizga xarakterimiz mos kelgan, to'g'ri kelgan. Hazil-huzul qilishlarimiz, xarakterlarimiz bir-birimizga qisqa qilib aytganda yoqqanmiz va sekin bir-birimizni o'rganib, уже отношения qilishni, ya'ni boshlaganmiz. Hali juda ham yaqin emasmiz, hali juda ham bir-birimizni yaqindan bilmaymiz va отношения qilishni boshlaganmiz. Va bir kun uyda o'tirgan paytim, где-то bir oy bo'lgan, bir oymi, где-то nechadir hafta bo'lganmi, gaplashib boshlaganimizga. Shunda menga Telegramdan bitta qiz yozyapti. Ko'rsanglar, bu video negativlarga to'lib ketishi mumkin. Bitta qiz yozyapti menga Telegramdan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Deyapti. Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Menga erimmi, ya'ni o'sha payt yigitim bo'lgan, profillarini tashab, bu inson sizga kim bo'ladi deb yozganlar. Tushunishingiz uchun men bunaqa paytda urush qilish noto'g'ri deb o'ylaganman va srazi u qiz tarafga o'tib olib, pushkaga o'tib gap olishga o'tganman. Sizlarga davomi qiziq bo'lsa, videoni ikkinchi qismini ertaga qo'yaman, chunki video juda ham uzun bo'lib ketdi.